obunachilarimiz, muxlislarimiz, biz bugun ayni damda navbatdagi tabriklarimizni go'zallikda tengsiz, mehrda tengsiz eng chiroyli onajonimizni tabriklash bilan davom ettiramiz. Habiba onajonimiz chiroyli kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan, musofir yurtdan o'g'illari nomlaridan, undan tashqari esa barcha yaqinlari nomlaridan, ya'ni o'g'illari Oxunjon nomlaridan tabriklab, undan tashqari Ilyosjon akamiz nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Ajoyib kunlar, ajoyib sovg'alar onajonimiz uchun. Qani ketdik. Madiya maydonimizga go'zallikda tengsiz, mehrda tengsiz eng chiroyli xonimni taklif etamiz. Habiba onamizni. Assalomu alaykum ayajonim. Ayyomlar muborak bo'lsin. Shukrli kunlar muborak bo'lsin. Bu sovuqda odam tugul mikrofonlar ham ishlamay qoladi. Tezroq gapirishimiz kerak. Albatta ayajonim, bugun sizni chiroyli bir ayyomingiz bilan, shukrli kuningiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik ayajonim. Albatta. Ayajonim, bugungi shukrli ayyomingiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Endi to'xtashingiz kerak bo'ladi, sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimizni. Menimcha ko'nglingiz sezyapti. Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Kimlar nomidan? Kimdan bo'lardi? Farzandlaringizdan kutasiz. O'g'illarim, albatta to'g'ri chiroyli qarsa kapchalamiz. Sizni birinchi navbatda musofir yurtdan o'g'lingiz nomidan qaysi birlari? Oxunjon nomlaridan qolaversa, Ilyosjon o'g'lingiz nomidan ham tabriklash uchun tashrif buyuring. Biz farzandlaringiz bilan gaplashganimizda, telefon orqali suhbatlashganimizda kimni tabriklaymiz bugun? Kimni xursand qilamiz desam, farzandlaringiz aytishdiki, bugun siz bizni jannatimizni tabriklashga borasiz. Bugun siz bizni mehribonimizni tabriklashga borasiz. Bugun siz bizni biz uchun bittagina, bizni yagonamiz, dunyolarga alishmaydigan mehribonimiz, onajonimiz, joni jahonimiz, bizni doimo kaftlarini duolarda asragan mehribonimizni tabriklashga borasiz. Uyimizning farishtasini tabriklashga borasiz dedilar. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, qanday so'zlar bilan xursand qilaylik desam, farzandlaringiz aytishdiki, bizni onajonimizni birinchi navbatda dunyoning eng chiroyli so'zlarini aytib xursand qiling. Chunki biz shu yoshgacha kiribmizki, barchamiz yemay yetirgan, halol luqma yeyishga o'rgatgan, halol mehnat qilishga o'rgatgan, yaxshi yomonni farqlashga o'rgatgan, to'g'ri yo'lga boshlagan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan shu onajonimiz bo'ladilar. Mana musofirlik gashtini so'rayapmiz. Musofir kim ekanligini yaxshi tushunib boryapmiz. Endi ona kim ekanligini ham, oila qanday muhit ekanligini ham bilib boryapmiz. Musofir yurtdamiz. Onajonimizni juda ham qattiq sog'inganmiz. Mehrlarini sog'indik, bag'rlarini sog'indik. Onajonim, Oxunjonim, meni bolalarim, dilbandlarim degan shirin so'zlarni sog'indik. Qaniydi, hozir yonlarida bo'lib qolsak, onajonimizni bag'rimizga bosib, mahkam ajomlab, onamning mehrini his qilsak, bizni mehribonimizga o'xshagan mehribon ona dunyoda bo'lmasa kerak. Bizni onajonimiz, bizni mehribonimiz, onajonimizga yana bir narsani iltimos qiling deyishdi. Nimani desam, hech qachon kasal bo'lmasalar, hech qachon bemor bo'lmasalar. Agar onajonim biron bir joyim og'riyapti, bemorman desalar, yuragimiz orqaga tortib ketadi. Chunki musofir yurtdamiz, xayollarimiz har yoqqa yo'rg'alaydi. Onajonim sog' bo'lsinlar. Niyatlarimiz qatorida onajonimga yetkazing chiroyli bir ulug' niyatimiz bor. Nasib etsa inshaalloh onajonimiz bilan birgalikda Baytullohlarni, Allohning uyini ziyorat qilish niyatimiz bor dedilar. Alloh taolo mana shunday yorug' kunlarga barchamizni onajonimiz farzandlari bilan birgalikda yetkazgunga qadar eng chiroyli sovg'alarni onajonimizga taqdim etasiz dedilar. Birinchi nimani sovg'a bilan xursand qiling desam, birinchi gullar uzating. Onajonim gullardan juda ham yaxshi ko'radilar. O'zlari ham siz bermoqchi bo'lgan gullardan-da go'zalroq hali borsangiz ko'rasiz dedilar. Eng chiroyli onajonimiz joni, eng chiroyli guldastlarni taqdim etamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Onajonimiz tabriklamoqchi bo'lgan yuzlardan o'tib, ajablar tabriklash kerak. Sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Yaqinlaringiz barchasi sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab xursand qilishyapti. Xuddi o'zlarini tug'ilgan
tug'ilgan kunlari nishonlayotgandek xursand hammasi. Tabriklaymiz onajonim. Bir ayol uchun, ona uchun bundan katta baxt bo'lmasa kerak. Yuqoridagi shirin tilaklarimiz qatorida musofir yurgan farzandlaringiz aytishdi, onajonimizga chiroyli tilak bildirish bilan birgalikda sog'inchimizni ham musofir sog'inchini yetkazib qo'ying deb iltimos qildilar. Chiroyli she'rlar orqali deb iltimos qildilar. O'qib bersam maylimi onajonim? Marhamat. Har safar tursam gar atrof begona, holim so'raguvchi yo'q, ko'nglim g'amxona. Xayolani so'zlashib to'rt devorxona, men sizni sog'inib yig'ladim ona. Yuribman orzuyim barorim tilar. Xudodan berdi omadim so'rab. Uyga qaytganlarning ortidan qarab, yurib ketdik desalar ham ketmadim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Ne qilay onajon, ishlashim kerak. Musofirlik og'ir, ammo nonim tishlashim kerak. Bahorga yetmoq uchun ishlashim kerak. Noshukurlik so'zini aytmadim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Sizni qattiq sog'inib yig'ladik onajon, onam dedilarda musofir farzandlaringiz bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborakbod. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi chiroyli bir kunda yuqoridagi chiroyli bir tilaklari bilan birgalikda niyatimiz Baytullohlar bo'ladigan bo'lsa, onajonimizni tezroq, ildamroq shu Baytullohlarga qadamimiz yetish uchun chiroyli bir sovg'a uzatasiz dedilar. Qanday sovg'a desam, Alloh taolo nomlari zikr etilgan. Qolaversa, payg'ambarimiz nomlari zikr etilgan eng chiroyli suvenirlarni maxsus onajonlar uchun farzandlar nomidan taqdim etamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onajonim, mikrofonni o'zingizga uzataman. Sovqattirib qo'ying, sizni ham uzoqdagi farzandlaringizga, yaqinlariga, quloqlariga aytasizmi, o'zlariga aytasizmi, tilak bildiraverasiz, yaxshi niyatlar qilaverasiz. Lekin musofirdagilar sizni shirin so'zlaringizga muhtoj. Ikki og'iz. Marhamat. Sizlarga rahmat kelganlaringiz uchun. Sizlar meni yoshimga yetib bolalar o'tirib ko'rdingizlar. Uzoqdagi bolalarimni Alloh o'zi ishini barorini bersin. Pulini barakatini bersin. Iloyim bolalarini, kelinlarni o'tirib ko'r. Hammani qo'shgandan qo'shabarsin. 4 o'g'lim bor, Xudoga shukr. Bittasiga 5 yil bo'ldi ketgan, bittasiga 1,5 yil bo'ldi Rossiyaga ketgan. Allohim o'zi asrasin, qayerda bo'lsa shu bo'laklarimni. Meni duoy bo'ladi, hamisha qo'llab-quvvatlaydi, Xudo xolasa. Berdagi o'g'llarimga ham Alloh o'zi asrasin. Ikkalasini ham bolalarimni ham qo'shabarsin. Kelinlarim bir-biridan yaxshi, Xudoga shukr. Allohga shukr. Qizim yo'q, kelinlarim tilla. Iloyim shular ham o'z razoatini ko'rsin. Shularni men barisini yaxshi kunlariga sherik bo'layim, Iloyim. Mana shu nevaralarim ham katta bo'lsin, aqlli, dadalaridek bo'lsin, katta. Bundan ziyodasi mayli. Dadalaridek bo'lsin, mayli. Haqiqatan bolalarim mehnatga, insonlikka, halollikka o'rgatganman. Ayol boshim bilan ko'p to'qin. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun rahmat. Mehmonjo'lar, sizlarga ham rahmat. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun. Hamisha sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlar ko'rishinglar. Rahmat. Tashakkurimizni izhor qilamiz. Onajonimizni bugungi ayyom bilan tabriklamoqchi bo'lgan farzandlar, kelinlar bormi? Marhamat farzandlari. Farzandlar nomidan bir kishi gapirsa ham mayli. Ayam dadamni ham o'rtada tabriklab qo'yaman. Onajon yuzga kiring. Yuzasi. Hamma o'rnida tabriklab qo'yaman. Yuzda selam gap. Rahmat o'shaga. Tabriklayman onajon.
nima deymiz? Opajon, yuzlarga kiring, bolalaringiz huzurini ko'ring, nevaralar, kelinlar o'rtog'ida pachog'ana bo'lib, faqatgina yaxshi kunlaringizga mana shunday yugurib yuring. Rahmat. Onajonimizni galmagan suratlarga olamiz. Onajonimiz nafaqat farzandlaringiz nomidan tashlab bergan mehmonjonlar nomidan qolaversa bu mening onam tabriklagidagi jamoasi nomidan ham sizni tabriklaymiz. Muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.